Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Urganch tumani Axunboboyevda shahar tarafdan kelaverishda Batman bozoridan o'tib, Batman stroy do'konlaridan o'tib, o'ngga geriladi. Geriyerda maktab bog'chani yanında 2 qavatli toza qurilgan domimizda ikkinchi qavatında 48 kvadratlik 2 xona kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Bu yon taraflarini ko'rishingiz mumkin. Katta otiz, toza havo. Esa ishon qismi bilan davrashaveramiz. Yurtdoshlar, ikkinchi qavatga keldik. Ish xonadonimiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir zonamız içinde uzun gen tushgan. Doğrumuzda katta zal, bir yan tarafımızda spalniyasi, bir yanımızda kuxnya, sanuzeli, giraverish qismimiz bo'ladi. 100% aboydan chiqib turibdi. Bu yerimiz sanuzeli. Plastikdan opshikka bo'lgan, chiroyli bo'lib, akkuratniy bo'lib, bu yerda yana rakovina qo'yilgan, suv, gaz svetlardan muammo yo'q. Bu yerimiz oshxonasi, bu yerda yana kuxnya mebelimiz bor, gaz plitamiz, vitishkamiz. Gaz sotchikini shera o'rnatilgan, kotyolna ega, oyoq temiz 100% laminat. Bu yerimiz spalniyasi. Patologlarimiz ham natijnoy, akkuratniy bo'lib turibdi. Bu yerimiz zal, perdelerimiz kıstırılgan, gilamlarimiz döşelingan, lyustralarimiz bor, televizorimiz bor yine. Dokumenti yine 100% tayyor, doğru adlarınızı öteden okuda kalasa. Narxına keladigan bo'lsak, yurtdoshlar 270 milyon so'm mulk egasining nomerini qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.